o'rnak olishga arziydigan jihatlari ko'p. Shunday qilib biz shu tarzda sayohatimizni davom ettirardik. Hayvon zombilardan ham qutqarish kerak edi. Chunki hayvon zombilar uchun o'sha baland qavatli etажkalar unchalik muammo emas edi. Borgan sari ularning xilma-xillarini uchratardik. Ba'zilari yarim ilon, yarim odam, ba'zilari yarim arslon, yarim odam. Shunga o'xshash edi. Har xil hayvonlarga o'xshash bo'lib qolishgan zombi odamlar. Ular unchalik odamga ham o'xshashmasdi. Biroq ba'zi qismlar, misol uchun ilon odamlarda o'sha dumlar paydo bo'lgan edi, oyoqlari yo'qolgan edi va o'sha qorin muskullari deydimi, mushaklar deydi-ku, shunaqa narsalar qolgan edi. Qo'llar o'zgarishga uchragan edi, lekin qo'lga ham biroz o'xshardi. Avtobasharani esa aytmasa ham bo'ladi. Uni tasavvur qilish ham unchalik yoqimli emas. Yarim ilon, yarim odam bo'lib, bu juda badbashara bo'lib ketgan edi. Ular turli joylarda yashashga ham moslashgan edi menimcha. Ular kutilmaganda paydo bo'lib qolishlari bu juda yoqimsiz edi. Chunki hech qayerda tinchgina o'tirib bo'lmasdi. Ya'niki o'sha baland qavatda turibman, bu yerga yetib kelisholmaydi deb o'ylasa, ular hayvon zombilarning o'sha ilon ko'rinishidagilari yoki bo'lmasa bir nima deydi, maymun ko'rinishidagilari osilib chiqib kelishardi. Yerda